بذكر الله ترتاح القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Ya eyyühellezine amenu Ey iman keltirgan bandalar, Allah subhanahu wa ta'ala ruxsat etgan narsalarni o'zingizga qilmag'iz, ham shirkdan da uzmag'iz. Chunki haqiqatda Allah subhanahu wa ta'ala shirklarni o'zi shularni yaratmaydi. 5-sura 87-oyat. Kardeşlerim, bir yaktan Allah ruxsat etgan narsalarni qilmasqa tiyishmiz, ikkinchi yaktan Allah tiygan amallardan, so'zlardan yiroq bo'lirga tiyishmiz. Aydangiz misol etirib, bugun taralgan it masalasini olaylik. Agarda tabiblar tiymagan bo'lsa, turli falsafa teoriyalarni erib, biz o'zimizni halalik ashyodan tiyirga tiyish tugilmiz. Chunki Allah subhanahu wa ta'ala halal itni asharga ruxsat etdi. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam ona ashadi. Shunga ko'ra bizning da haqqimiz ul it ashavini o'zimizga tiyarga haqqimiz yo'q. La ilaha illallohul azimul halim.